iştirakçıları bugün 5. May 2025 yıl tadbirlarla uçurashimizni rejalashtirganmiz. Shu maqsadda sizlarni chaqirdim. Hozir o'zimizdan kelgan holda ish o'rnini yaratish bo'yicha takliflarimiz va kreditlarimiz va shularni tanishtirib o'tamiz. Jismoniy shaxslar uchun biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. 5 million so'm beradi. Kredit ta'minot sug'urta polis talab etiladi. Muomalaga layoqatli avtomobilga davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan o'zimizdan qilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga beriladi. Talab etiladigan hujjatlar pasportdagi ID kart, o'zimizdan qilganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma talab etiladi. Keyingi kreditimiz 17 million so'm bo'lgan biznesga ko'mak krediti bo'ladi. Mikroqarzi. Bunga talab etiladigan hujjatlar shaxsni tasdiqlovchi hujjat, o'zimizdan qilgan to'g'risidagi ma'lumotnoma, hokim yordamchisi tomonidan mijozning faoliyat turi bo'yicha tavsiyanoma hamda kredit ta'minot hujjatlari. Muddati 48 oy, foizi 25%, xotin-qizlarimiz uchun 23%. Keyingi kredit turimiz bu mahalla loyihasi doirasida nazorat olingan kredit. Muomalaga layoqatli avtomobilga davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan o'zimizdan qilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga beriladi. Moyga biriktirilgan mahallada istiqomat qiluvchi fuqarolar bo'lishi kerak. Bizlar nechta 10 ta mahalla biriktirganmiz. Buni 50 million so'mgacha yillik 25%, xotin-qizlar 23%dan muddati 60 oy. 24 oylik imtiyozli davr bilan beriladi. Talab etiladigan hujjatlar pasportdagi ID karta, o'zimizdan qilgan to'g'risidagi ma'lumotnoma, mahalla banki tavsiyanomasi, kredit ta'minot hujjatlari talab etiladi. Keyin yuridik shaxslar uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 312-sonli qarori doirasida nazorat qilingan kreditlarimiz bor. Rayon toifasidan kelib chiqqan holda 21%dan, xotin-qizlar uchun 19% ajratiladi. 100 million so'mdan 300 million so'mgacha bo'lgan. 100 million so'mni tadbirkor rivojlantirish kompaniyasi resursidan, qolgan 200 million so'm bank o'zi resursidan ajratiladi. 7 yil muddatda 3 yil imtiyoz davri bilan beriladi. Aylanma mablag'ni to'ldirish uchun 18 oy, 6 oy imtiyoz davri bilan beriladi.